Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video kontentimiz televizorda podsvetkasi haqida bo'ladi. Menda yaqinda shunaqa holat bo'ldiki, televizorimni yoqqan vaqtim televizor yonyapti, lekin ekrani ochilmayapti. Ekrani xuddi mana shunaqa qop-qora holatda turibdi, lekin ovozi chiqib turibdi. O'sha televizordagi qanaqadir передача ko'rsatuvda ovozi chiqyapti-yu, televizorim ko'rsatmayapti. Men har narsa qilib ko'rdim, bo'lmadi. Keyin o'sha televizorga o'sha fonarik или o'sha telefonni spichkasini tutib, mana shunday televizorni ekraniga yoritgan vaqtimda, yaqindan yoritgan vaqtimda g'ira-shira bo'lib televizor ko'rsatib turibdi. Bu o'sha yaqinlashtirib qaragan payt ko'rinadi o'ziga ham. Lekin televizor ekrani qop-qora ochilmayapti uzoqdan qaraganda. Ovozi как положено chiqib turibdi. Значит, buni televizorda podsvetkasi ketgan bo'lar ekan. Bu podsvetkasi ketishini sabablarini ustodan so'radim. Endi bilmadim qanchalik to'g'ri gap bu. Ustoni aytish bo'yicha o'zi buni ishlash soati bo'lar ekan. O'sha ishlash soat vaqti tugagandan keyin o'sha o'zini ishlash vaqtiga yetgandan keyin o'zi podsvetkasi kuyar ekan. Men bunda televizorda servisga yetdim. Men televizorimni modeli mana Premier 43 talik Smart. Menimcha Smart emasligini bunga narx-navosiga hech qanaqa ahamiyati yo'q. Podsvetka unda hech qanaqa rol o'ynamaydi menimcha. Prosta u televizorda ekranning obyomi 32 talik, 43 talik, 50, 55 talik o'shanga qarab narxi farq qilsa kerak. Servisga yetdim. Servisdagilar aytishdiki, almashtirib berishimiz 43 talikning narxi 450 ming so'm bo'ladi podsvetkasini deyishdi. Agar televizorda garantiya srogi hali tugamagan bo'lsa, tekinga besplatni almashtirib beramiz deyishdi. Lekin meni o'sha garantiya srogim tugaganligi sababli 450 ming so'm bo'lar ekan. Shunda ham bir ustadan so'rab ko'ray deb ustadan so'rab ko'rgan vaqtimda ustada chem servisga qaraganda almashtirish narxi arzonroq ekan. 350 ming so'mga almashtirib beramiz deyishdi. Agar ekrani mana bunaqa bez ramka, mana bunaqa chetida ramkasi yo'q, mana bunaqa holatda bo'lsa, yopishib turgan ekran hisobiga sal qiyinroq bo'lar ekan. 350 ming so'm. Agar chetida ramkasi yopishib turmagan holatda bo'lsa, 300 ming so'm bo'lar ekan. Men ustaga taxlattirib oldim 350 ming so'm evaziga. Hozir televizor yaxshi ko'rsatib turibdi. Значит, men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, agar sizlarda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan ustaga aytishlaringiz mumkin. Bu podsvetkasidan bo'ladi. Mana hozir televizor ko'rsatib turibdi, yoqib ko'rsataman. Normalniy ko'rsatishi, podsvetkalari yaxshi. Agar videorolikimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, sizlardan iltimos qilib qolardim. Shu videorolikka like bosib, YouTube kanalimga obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lib qo'yishlaringizni so'rardim. Yana shunaqa foydali videolar bo'lsa, YouTube kanalimga joylab boraman. Mana shu meni YouTube kanalim. Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.